Aziz boshingiz omon bo'lsin, yo'llaringiz ravon bo'lsin. Bizni kuzatishda davom eting. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Amart Proga murojaat qilinglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Bugun biz Katta Qo'rg'ondamiz. Fikringiz qanaqa perkach kelgan? Amazon brend ko'p. Uni sanasa vaqt ketmaydi. Perikachka sohasiga ishim bir necha marta tushganda, lekin dedim Amazon zo'r deb aytmayman dedim. Amazon restavratsiya shunday narsa ekanki, u xalq tilida aytayotgan bo'lsa bir osh, palov. Hamma biladi-ku. Shunaqa. U oshni agar 10 ta oshpaz qilsa, 10 xil osh chiqadi. Kimgadir yoqar lola, kim atirgul shaydosi. Mengachi rayhon, a'lo rayhonning yo'q bahosi deydi-ku. Yashang. Yo'q, unga zo'r Amazon qo'yib bersam, uni o'ngida perikachka Amazon bo'lmaydi, yangi qo'yadi. Baholar Kimdir yumshoqroq xohlaydi, kimdir jo'skiroq xohlaydi. O'sha restavratsiya amortizator deyiladi. miyaqida bir shakli yo rangi yo bir hidi yo tuzilishi yo nimasidir bo'lganda edi. Yo'q, u amazator sizlarga yoqmagan bo'lsa, u amazator yomon degani emas, sizlarga yoqayotgan amazator topish kerak edi. Siz misol uchun aslida qanaqangi komfort nimaligini bilasiz va o'sha narsani u odamga qo'yib berasiz, u odam yoqmaydi, chunki uni xohishi boshqada. Любой mashinani yumshoq qilsa bo'ladi, lekin shunaqa joylari ham bor. Ayniqsa sportkarlar, amortizatorlar juda qattiq bo'ladi. Qattiq bo'ladi. Nima uchun? Ular katta tezlikda yuradi. Ularda yo'lni ushlashi kerak. Lekin vallada ertaga sal o'ynab qoladi. O'ynab qolishi mumkin. Amazatorimiz zo'rligi uchun, o'zimga ishonaman, javob deganligim uchun emas. Klient ustaga tushuntirib bera olmaydi. Ha. Bir payt usta uni tushunmaydi. Lekin Spark tashlaganlar yomon bo'lganligi.